71 masala. Qo'rg'oshin sulfidi va mo'l miqdordagi nitrat kisloта reaksiyasidan 166 kilopascal va 27 gradusda o'lchangan 6 litr gaz ajratilib chiqdi. 44 gram eritma hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan eritmadagi nitrat va sulfat kislotalarining massa ulushları tenglashgan bo'lsa, dastlabki nitrat kislota eritmasining massa ulushini aniqlaydi debdi. Hop, biz Mendeleyev tenglamasi orqali ajralib chiqqan gazning miqdorini bilib olsak bo'ladi. Bu yerda gazimiz azot 4 oksidi, ana shu azot 4 oksidining miqdorini aniqlab oladi. Mendeleyev tenglamasi PV NR T bo'ladi. Shundan N ni topish formulasini keltirib chiqaramiz. Bosim va hajm tepada, universal gaz doirasida temperatura pastda bo'lar ekan. Bosimimiz 166.2, hajmimiz 6 taqsim universal gaz doirasi 8.31, temperatura 27 gradus, unga 273 qo'shilib 300 kelvin deymiz. Ana endi bu yerda ikkalasi bir-biriga qisqaratgan. 20 ga 1 nisbatda. Bu ikkalasi bir-biriga qisqaradi. 6 kare 5 30 bo'lgan uchun 50 ga 1 nisbatda qisqaradi. 50 ga 1 nisbatda qisqaradi. Endi 20 bilan 50 2 ga 5 nisbatda 2 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 0.4 chiqadi. 0.4 mol azot peroksidi hosil bo'lgan. Reaksiyani yozamiz. Endi bunga tenglama tuzda bo'ladi. Mana bu yerga kirib qo'yib olamiz. 40 azot. Bu yerda 40 ta bo'lganligi uchun. Endi fosfor x ta bo'lgani uchun mana bu joyga x, mana bu yerga y koeffitsient qo'yib olamiz. Endi kislorodlarimiz bu yerda 120 da 120 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda 80 ta, bu yerda 12 ta. Jami 92 ta. 120 dan 92 ni ayiramiz. 120 dan 92 ni ayiradigan bo'lsak, 28 bo'ladimi? Kislorodlarimiz mana ikkalasi 28 ta ekan. 4 Endi vodorodimiz bu yerda 40 ta. Bu tarafda 24 ta bo'lyapti. 40 dan 24 ga ayiradigan bo'lsak 16 bo'ladimi? 16. 3 x minus 2 y teng 16. Tengmasdan pastda 2 ko'paytirsak 6x minus 4y teng 32 bo'lsa, buni ayirsak 2x chiqadi. 4 ga yetishib ketadi. Bundan buni ayirsak 32 dan 28 4 bo'ladi. X'imiz teng 2 ekan. Y nechaga teng? X o'rniga bu yerda qo'yadigan bo'lsak 2 ni 3 ga 2 6 bo'ladi. Bu yoqqa o'tsa ayirib ketadi, 10 qoladi. 2 yigimiz 10 ga teng. Demak 5 ga teng. 5 ga teng. 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi proporsiya qilamiz. X'imiz 2 bo'ldi. 2 mol.
bo'lsa shart emas bu, chunki bizda nima degan sulfat kislotani massi uchun nitrat kislotaga tenglashdi degan, bizga sulfat kislota kerak bo'lgan. Sulfat kislota massa 3 deganligi uchun massasiga tushib qo'yamiz burga. Massasi 0,05 mol sulfat kislotamiz 4,9 gram bo'ladi. 4,9 gram. Endi oshib qolgan nitrat kislota hosil bo'lgan sulfat kislota massasiga teng. Nitrat kislotamiz oshib qolgan miqdori ham 4,9 gram ekan. Qanchasi reaksiyaga kirishib ketgan? Buni topamiz. 40 mol nitrat kislota. 40 mol nitrat kislotamizni yozamiz. 40 mol. Tepadagi miqdorini topadigan bo'lsam 0,4 mol bo'ladi. 0,4 molimiz qancha bu massasi? 0,4 mol. 63 ni 0,4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 2 ga ko'paysa 126, 12 ko'paytirsam 252. Raqam qo'shsak 25,2 gram bo'ladi. 25,2 gram. Endi bu reaksiyaga kirishgani 25,2 gram. Ortib qolgan 4,9 gramligini sulfat kislotani hosil bo'lgan massasidan bilib olyapmiz. Nitrat kislotani dastlabki massasini bilib olsa bo'ladi. Massa nitrat kislota 25,2 plus 4,9 teng. Xo'p, 30,1 gram. 30,1 gram. Endi eritmani massasi dastlabki. Massa eritma. Dastlabkisini topamiz. Buning uchun bizga hosil bo'lgan eritmani massasi berilgan 44 gram. Endi bu 44 gram bo'lib qolishi uchun bizga dastlabki eritma massasiga birinchi monobit qo'shilgan va bu chiqib ketgan. Demak, chiqib ketgan azot oksidini qayta qo'shishimiz kerak va mana bu yerda qo'shilgan fosfor sulfidini ayirib yuborishimiz kerak. Bu yerda ximiz 2 ga teng chiqdi, bu 5 ga teng chiqdi. Buni massasini hisoblaydigan bo'lsak 222 gram bo'ladi. Massasi nechaga teng bo'ladi? Hisoblasak 2,22 gram bo'lar ekan. Demak, eritmaga 2,22 gram shu qo'shilgan. Buni 44 dan ayirib yuboraman. Endi qo'shaman mana bu chiqib ketgan gazni massasi. Hop, buni massasi o'zi 32 ga 14 ni qo'shsak 46. 46 ni demak 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 9,2 18,4 qo'shamiz. Qo'shsak 60,18 gram. 60,18 gram eritma massasi. Ve endi biz 60,18 gramni 100%, 30,1 gramni necha foiz deymiz. Taxminan yarmiga teng bo'lyapti. Shuning uchun 50%. Hop, endi ikkinchisi savol. 1 molarli natriy yog'ida eritmasi mol miqdordagi tok bilan elektroz qilganda eritma massasi 183 gram kamayib, molar konsentratsiyasi 2 marta oshgan bo'lsa, oxirgi eritma massasini aniqlang demak, natriy yog'id eritmasi. Eritmasini elektroz qilsak, natriy gidroksid
shu reaksiyada natriy yodid oldi ikki gazning borligi uchun dastlabki 1 molyarli natriy yodid eritmasining ichida 2 mol natriy yodid bor deb olaman. 1 molyarli eritma deydigan bo'lsam 1 mol natriy yodidimiz 1000 gram suvda bo'ladi. 1000 gram suvda eriydi. Men mana buni aytdik. 2 mol natriy yodid qatnashgan ushbu masalada deb o'zim mol berib ishlayapman. Shunda suvimiz 2000 gram bo'ladi. Bu yerdan dastlabki eritmani massasini topib olsa bo'ladi. Dastlabki eritmani massasi 2 Xo'p, ko'paytiramiz. Natriy yodid massasi 150 qo'shamiz 2000 2300 gram. 2300 gram eritma. Endi elektrolizdan keyin eritma massasi 193 gram kamayyapti. Konsentratsiya 2 marta oshiriladi. Demak 2 molyarli eritma bo'lgan. Bu 2 molyarli eritmamiz natriy gidroksidning 2 molyarli eritmasi. Demak, bu yerda suv ham elektrolizga uchragan bo'lishi mumkin umumiy kamaygan massada. Ya'ni suv ketgan, ya'ni suv kamaygan. Elektrolizga uchrab vodorod va kislorodni osiltib qo'ygan. Bu bizga qanchalik ahamiyatsiz. Mana bu 2 mol natriy gidroksiddan topolsak bo'laveradi. Mana 2 mol natriy gidroksidimiz 1000 gram suvda bo'ladi. 1000 gram suv tarkibida. Shunda 2 molyarli bo'ladi. Buni eritma massasini topib olsak bo'ladi. O'zi 2 mol natriy yodidimiz bor edi. Men shunga qarab turib 2 mol natriy yodid saqlagan eritma deb ketdim. 2 moldan 2 mol natriy gidroksid hosil bo'ladi. 2 mol natriy gidroksidimiz 1000 gram suvda eriydi. Demak, eritma massasini aniqlayapti. 2 ko'paytirilgan 80 plus 40 plus 1080 gram. Mana shu yerdan kamaygan holatdan olsa bo'ladi. Dastlabki eritma 2300 gram. Keyingi eritma 1080 gram. Bu yerda kamayish, ya'ni farq 2300 dan 1080 da ayriladigan bo'lsak 1220 gram. 183 gramga kamaygan bo'lsa, oxirgi eritma massasini so'rayapman. 183 gram. Demak, teng yarmi. Yana qilsak, 100 necha bo'ladi? 183. Teng yarmi bunga qo'shib qo'yadi. 1,5 baravar, 1,5 ga 1 nisbat. Demak 0,15 ga 1 nisbat ekanda. Buni teng yarmini qo'shib turib bir xona surib qo'ysak bo'laveradi. Buni teng yarmi 540. 540 ni bunga qo'shadigan bo'lsak 1600